2015-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 bizlarga keldi. Xudo xolasa kim qiziqib bo'lgan bo'lsa, ish videoga birdan like-ni bosib, telefon nomerlarini aloqa chiqarsangiz bo'ladi. Mashina bir xil obzor etib o'tgan bo'lsak, qaranglar, balollari zo'r holatda, gap yo'q. Mashinada 2 detalında petnosi bor. Yurt tekshirib olaversa mashinalarni, hattoki zang churiklar ham ishlanmagan, shu holatda turibdi, ideal holatda, zo'r. Probegini ham e'tibor etsangiz, 137 ming yurib turibdi, o'zini yurgani. Bu chexolni tashiysa, poliga bor ekan, leonlari bor ekan. Mashinamiz prostoy bo'ladi. Nexia 2ning ishqibozlari albatta ko'p topiladi bizning auditoriyada. Shularga shu videoni yuborib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Plan budjetli variantlardan birisi bo'ladi. Novada yana yilini e'tibor etinglar, eng so'nggi chiqqanlardan birisi 2015-yil. 62 million so'mdan ham kelishib beradigan yeri bor. Metallar ham bor, to'g'rimi? Metani 4 tane balonu 137 ming probek Nexia'lar uchun probek hisoblanmaydi, sababi motor tarafı ham soz holatda turibdi. Like-ni bosib, uchirib beraverasiz.